Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensionerlar shifokorlik komissiyasidan qayta o'tishga majbur bo'ladimi? Bu talab hammaga tegishlimi yoki faqat ayrim toifadagi fuqarolargami? Komissiyaga bormagan odamning pensiya to'xtab qolishi mumkinmi? Bu ma'lumotni hozirroq bilib olish kerak. Chunki ko'pchilik pensionerlar vahimaga tushib nima qilishni bilmay yuribdi. Men sizga masalani oddiy tilda, hujjatlar, amaliy holatlar va hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar nafaqat sizga, balki ota-onangiz, qarindoshingiz yoki qo'shningizga ham kerak bo'lishi mumkin. Avvalo eng muhim savolga javob beraman. Barcha yoshga doir oddiy pensionerlar shifokorlik komissiyasidan o'tishga majbur bo'ladi. Degan gapni to'g'ridan to'g'ri tushunish noto'g'ri. Chunki pensionerlarning hammasi bir xil emas. Kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Kimdir esa pensiya bilan birga nogironlik bo'yicha imtiyozlardan foydalanadi. Shuning uchun barcha pensionerlar komissiyadan o'tadi degan gapni eshitganda birinchi navbatda qaysi pensiya turi haqida gap ketayotganini aniqlash kerak. Oldin qanday edi? Oldin ham nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi oladigan fuqarolar belgilangan muddatlarda tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasidan. Ya'ni odamlar orasida ko'proq VTEK yoki komissiya deb ataladigan tekshiruvdan o'tib kelgan. Bu yangi tartib emas. Masalan, bir kishiga 2 guruh nogironligi 1 yil muddatga berilgan bo'lsa, u muddat tugashidan oldin qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lgan. Komissiya uning sog'lig'i yaxshilanganmi, yomonlashganmi yoki avvalgidek qolganmi, shuni baholagan. Agar holat tasdiqlansa, nogironlik muddati uzaytirilgan. Agar asos qolmagan deb topilsa, nogironlik guruhi bekor qilingan yoki o'zgartirilgan. Endi nima o'zgaryapti? Hozirgi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shundan iboratki, tibbiy ma'lumotlar nogironlikni belgilash, qayta ko'rik muddatlari va pensiya to'lovlari bo'yicha nazorat kuchaymoqda. Ya'ni davlat organlari kim haqiqatda komissiyadan o'tish kerak, kimning muddati tugagan, kim muddatsiz nogironlik olgan, kimga qayta tekshiruv kerak emas, bularni aniqroq tartibga solmoqda. Shu sababli ayrim pensionerlarga komissiyadan o'tishingiz kerak degan xabar kelishi mumkin. Ammo bu avtomatik ravishda barcha yoshga doir pensionerlar shifoxonaga yugurish kerak degani emas. Men buni juda sodda qilib ajratib beraman. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, masalan, erkak kishi 60 yoshdan, ayol kishi 55 yoshdan keyin umumiy mehnat staji asosida pensiyaga chiqqan bo'lsa, sizdan faqat pensiyani davom ettirish uchun tibbiy komissiyadan o'tish talab qilinmaydi. Yoshga doir pensiya sog'liq holatiga emas, yosh ish staji va to'langan badallar tarixiga bog'liq. Bunday pensioner har yili shifokorlar oldidan o'tmasa ham pensiyasi shu sabab bilan to'xtatilmaydi. Lekin agar siz nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz yoki sizning pensiyangiz nogironlik guruhi bilan bog'liq bo'lsa, masala boshqacha. Bu holatda tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi muhim rol o'ynaydi. Chunki nogironlik pensiyasi insonning mehnat qobiliyati, sog'liqdagi cheklovlar, kasallik darajasi va kundalik hayotdagi imkoniyatlariga qarab belgilanadi. Shuning uchun komissiya belgilagan muddat tugasa, qayta ko'rikdan o'tish talab qilinishi mumkin. Masalan, 32 yoshli erkak aka oddiy yoshga doir pensiya oladi. U 35 yil ishlagan, pensiyasi staj va ish haqi asosida hisoblangan. Unga hech qanday nogironlik guruhi berilmagan. Bunday holatda barcha pensionerlar komissiyadan o'tadigan xabarni eshitib vahima qilishning hojati yo'q. Unga komissiya faqat boshqa sabab bilan, masalan, nogironlikni rasmiylashtirish uchun murojaat qilsa kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, 78 yoshli Dilbar opa 2 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. Uning nogironligi 1 yil muddatga belgilangan. Hujjatida qayta ko'rik sanasi 2025 yil mart oyiga qo'yilgan. Agar Dilbar opa shu sanagacha tibbiy hujjatlarni tayyorlamasa va komissiyadan o'tmasa, uning nogironlik maqomi uzaytirilmasligi mumkin. Nogironlik maqomi uzaytirilmasa, shu maqomga bog'liq pensiya yoki imtiyozlar to'xtashi ehtimoli bor. Bu oddiy qo'rqitish emas, bu amaliy tartib. Eng avvalo, nogironlik guruhi muddati bilan berilgan fuqarolar diqqatli bo'lishi kerak. Hujjatingizda 1 guruh, 2 guruh yoki 3 guruh nogironligi belgilangan bo'lsa va uning yonida ma'lum muddat ko'rsatilgan bo'lsa, siz o'sha muddatni unutmasligingiz kerak. Ko'p odamlar men bir marta komissiyadan o'tganman,
tamom deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim kasalliklarda nogironlik doimiy emas, vaqtincha muddat bilan beriladi. Ayniqsa operatsiyadan keyingi holatlar, yurak qon tomir kasalliklari, asab tizimi kasalliklari, tayanch harakat tizimi muammolari, ko'z kasalliklari. Onkologik davolanishdan keyingi holatlarda komissiya odamning keyingi ahvolini ko'rishni talab qilishi mumkin. Misol uchun, bir fuqaro insultdan keyin 2 guruh nogironlik olgan. Birinchi yilda u yura olmagan, nutqi buzilgan, mustaqil ishlash imkoniyati bo'lmagan. 1 yil o'tgach davolanish, reabilitatsiya va mashqlar natijasida u ancha tiklangan bo'lishi mumkin. Komissiya shuni ko'rib, guruhni 3 guruhga o'zgartirishi yoki nogironlikni yana uzaytirishi mumkin. Aksincha, agar ahvol yomonlashgan bo'lsa, il guruh masalasi ham ko'rilishi mumkin. Demak, komissiya faqat bekor qilish uchun emas. Ba'zan inson foydasiga ham qaror chiqarishi mumkin. Ikkinchi toifa, pensiya bilan birga nogironlik imtiyozlaridan foydalanayotganlar. Ayrim odamlar yoshga doir pensiya oladi, lekin shu bilan birga nogironlik guruhi bor. Bunday holatda yoshga doir pensiyaning o'zi to'xtamasligi mumkin, ammo nogironlikka bog'liq imtiyozlar, qo'shimcha to'lovlar yoki ayrim yengilliklar qayta ko'rik natijasiga bog'liq bo'ladi. Masalan, fuqaro 65 yoshda yoshga doir pensiya oladi, lekin 2 guruh nogironligi sababli dori-darmon, protez ortopediya, kommunal yoki transport bo'yicha ayrim imtiyozlardan foydalanadi. Agar nogironlik muddati tugasa va uzaytirilmasa, aynan shu imtiyozlar bo'yicha muammo chiqishi mumkin. Uchinchi toifa hujjatga qayta ko'rik sanasi yaqinlashganlar. Men har doim aytaman, pensionerning eng katta xatosi hujjatni sandiqda yillar davomida ochmasdan saqlash. Siz pensiya guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy xulosa va avvalgi komissiya qarorini olib, undagi muddatlarni ko'rishingiz kerak. Qayta ko'rik sanasi 1 oy ichida bo'lsa, hozirdan harakat qilish zarur. Chunki tahlillar, shifokor xulosalari, poliklinika yo'llanmasi, ambulator karta ko'chirmasi bir kunda tayyor bo'lmasligi mumkin. Agar siz faqat yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, sizdan umumiy tartibda pensiyani saqlab qolish uchun shifokorlik komissiyasidan o't deb talab qilinmaydi. Masalan, 7000 yoshli ona 3000 yil maktabda ishlagan va yoshga doir pensiya oladi. Uning nogironlik guruhi yo'q. Qayta ko'rik sanasi yo'q. U bunday xabarlardan qo'rqib shifoxona yurishi shart emas. Agar sizga nogironlik muddatsiz belgilangan bo'lsa, ham alohida e'tibor kerak. Muddatsiz nogironlik degani odatda qayta ko'rik talab qilinmaydi deganidir. Lekin bu yerda ham hujjatni aniq o'qish kerak. Ba'zi odamlar menga doimiy berilgan deb aytadi, lekin hujjatda aslida muddat ko'rsatilgan bo'ladi. Shuning uchun og'zaki gapga emas, rasmiy ma'lumotnomaga qarash kerak. Agar ma'lumotnomada muddatsiz yoki qayta ko'rik talab qilinmaydi mazmundagi yozuv bo'lsa, odatda siz har yil komissiyaga borishingiz shart emas. Yana bir muhim nuqta, shifokor ko'rigidan o'tish bilan tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasidan o'tish bir xil narsa emas. Oddiy profilaktik ko'rik, dispanser nazorati yoki oilaviy shifokor huzuriga borish sog'ligingiz uchun kerak bo'lishi mumkin. Lekin bu pensiya huquqini qayta tekshirish degani emas. Komissiya esa rasmiy qaror chiqaradigan organ bo'lib, nogironlik guruhi, mehnat qobiliyati cheklanishi, reabilitatsiya tavsiyalari kabi masalalarni ko'radi. Endi men sizga bir nechta aniq vaziyatlarni tushuntiraman. Chunki odamlar aynan misollarda o'z holatini yaxshiroq taniydi. Birinchi vaziyat. Olingan yoshli ayol 3 guruh nogironligi bo'yicha pensiya oladi. U yengil ishda ishlashi mumkin, lekin og'ir mehnat qila olmaydi. Nogironlik 1 yilga berilgan. Uning pensiyasi oyiga masalan 9000 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Bundan tashqari ayrim imtiyozlari bor. Agar qayta ko'rik sanasi kelganda u komissiyaga bormasa, tizimda nogironlik muddati tugagan deb ko'rinadi. Natijada pensiya jamg'armasi yoki tegishli organlar to'lovni aniqlashtirishga majbur bo'ladi. Fuqaro keyin borib, men bilmagan edim desa ham, hujjatlarni qayta tiklash, kechgan davr uchun masalani hal qilish vaqti oladi. Ikkinchi vaziyat. Olintakiz yoshli erkak yoshga doir pensiya oladi, lekin yurak operatsiyasidan keyin nogironlik rasmiylashtirmoqchi. U men pensionerman, demak, o'zimdan o'zi nogironlik beriladi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Yoshga doir pensioner bo'lish nogironlikni avtomatik bermaydi. U avval oilaviy poliklinikaga murojaat qiladi. Mutaxassis shifokorlar ko'rigidan o'tadi. Kerakli tahlillarni topshiradi. Kasallik tarixi va davolanish natijalari yig'iladi. Shundan keyin
tibbiy ijtimoiy ekspertiza masalasi ko'riladi. Komissiya faqat yoshga qarab emas, funksional cheklovlarga qarab xulosa beradi. 3-vaziyat. 7-2 yoshli ona ilguruh nogironi, unga parvarish zarur. Hujjatida nogironlik muddasiz belgilangan. Bunday odamni har yili komissiyaga olib borish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin agar davlat organidan rasmiy chaqiruv kelsa, uni e'tiborsiz qoldirmaslik kerak. Avvalo chaqiruvning haqiqiyligini tekshirish kerak. Qaysi organ yuborgan, sana, muhr, telefon raqami, elektron tizimdagi ma'lumot bor yo'qligi aniqlanadi. Agar tushunarsiz bo'lsa, mahalla, poliklinika yoki pensiya bo'limiga murojaat qilib, vaziyatni yozma tarzda aniqlashtirish kerak. Endi eng ko'p xatoga sabab bo'ladigan nozik joylarni aytaman. Birinchisi, komissiyaga chaqirilgan odam albatta pensiyasidan ayriladi degani emas. Komissiya tekshiradi, hujjatlarni solishtiradi, kasallik holatini baholaydi. Agar asos bo'lsa, nogironlik uzaytiriladi. Hatto ba'zi hollarda guruh og'irlashishi ham mumkin. Masalan, avval uch guruh bo'lgan bemorning ko'rish qobiliyati keskin pasaygan bo'lsa yoki yurish imkoniyati jiddiy cheklangan bo'lsa, komissiya ikki guruhni belgilashi mumkin. Shuning uchun komissiyadan qo'rqish emas, unga tayyor bo'lish kerak. Ikkinchisi, tanish orqali hal qilaman degan fikr juda xavfli. Hozir tibbiy ma'lumotlar, elektron yo'llanmalar, laborator tahlillar, shifoxona ko'chirmalari ko'proq raqamlashtirilmoqda. Agar hujjatda kasallik bor deb yozilib, amalda tasdiqlovchi tahlil bo'lmasa, komissiya savol beradi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l hujjatlarini qonuniy va tartibli tayyorlashdir. Sizda haqiqiy kasallik bo'lsa, uni isbotlaydigan tibbiy asoslar ham bo'lishi kerak. Uchinchisi, komissiyaga kechikish. Ko'pchilik oxirgi haftada yugurishni boshlaydi. Lekin shifokor qabuliga navbat bo'lishi mumkin. Tahlil natijasi bir necha kun chiqishi mumkin. To'r mutaxassis boshqa sanaga yozishi mumkin. Masalan, nevropatolog, kardiolog, okulist yoki travmatolog xulosasi kerak bo'lsa, hammasini bir kunda olish qiyin. Shuning uchun qayta ko'rik sanasidan kamida bir oy oldin tayyorgarlikni boshlash kerak. To'rtinchisi, og'zaki maslahatga ishonib qolish. Qo'shni menga kerak emas deyishdi desa, bu sizga ham kerak emas degani emas. Har bir odamning pensiya turi, nogironlik muddati, kasallik holati, hujjati alohida. Bir oilada ikki pensioner bo'lishi mumkin. Biri yoshga doir pensiya oladi, ikkinchisi nogironlik pensiya oladi, ikkinchisi nogironlik pensiyasi oladi. Biriga komissiya kerak emas, ikkinchisiga shart bo'lishi mumkin. Shu sababli umumiy gap bilan emas, o'z hujjatingiz bilan ish tuting. Beshinchisi, komissiya qaroridan norozi bo'lish. Agar siz komissiya sizning holatingizni to'g'ri baholamadi deb hisoblasangiz, jim yurib qolmang. Qaror nusxasini oling, qaysi asos bilan rad etilganini yoki guruh o'zgartirilganini so'rang. Shundan keyin yugurib turuvchi komissiyaga yoki belgilangan tartibda shikoyat qilish mumkin. Shikoyatda men rozi emasman deb yozishning o'zi yetarli emas. Unda aniq sabablar bo'lishi kerak. Falon tahlil hisobga olinmagan. Falon shifokor xulosasi ko'rilmagan. Kasallikning og'irlik darajasi noto'g'ri baholangan. Kundalik hayotdagi cheklovlar e'tiborga olinmagan. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasi olyapsizmi? Yoki yoshga doir pensiya bilan birga nogironlik imtiyozlaridan foydalanyapsizmi? Buni pensiya guvohnomasi, pensiya tayinlash haqidagi qaror yoki pensiya bo'limidagi ma'lumot orqali aniqlash mumkin. Agar tushunmasangiz, yaqinlaringizdan birini olib, pensiya bo'limiga boring va mening pensiyam qaysi asosda tayinlangan deb so'rang. Ikkinchi qadam, nogironlik ma'lumotnomasini tekshiring. Unda guruh, sabab, muddat va qayta ko'rik sanasi yozilgan bo'ladi. Aynan shu sana eng muhim. Agar muddatsiz deb yozilgan bo'lsa, odatda qayta ko'rik kerak bo'lmaydi. Agar aniq sana yozilgan bo'lsa, demak siz shu muddatdan oldin tayyorlanishingiz kerak. Uchinchi qadam, oilaviy poliklinikaga boring, oilaviy shifokorga yoki terapevtga uchrab, qayta komissiya uchun qanday hujjatlar kerakligini so'rang. Ko'pincha ambulator karta, kasallik tarixi, shifoxonada yotib davolangan bo'lsangiz, epikriz, to'r mutaxassislar xulosalari, laborator va instrumental tekshiruv natijalari kechak bo'ladi. Masalan, yurak kasalligi bo'lsa EKG, UZI, kardiolog xulosasi, ko'z kasalligi bo'lsa okulist xulosasi va ko'rish o'tkirligi natijalari. Umurtqa yoki bo'g'im muammosi bo'lsa rentgen, MRT yoki travmatolog, ortoped xulosasi talab qilinishi mumkin. To'rtinchi qadam, barcha hujjatlarni bir papkaga joylang. Men amaliyotda ko'p ko'rganman.
odam komissiyaga boradi. Lekin eng muhim hujjati uyda qoladi. Keyin yana qaytadi, navbat kutadi, asabi buziladi. Papkada pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya hujjati, nogironlik ma'lumotnomasi, avvalgi komissiya qarori, poliklinika yo'llanmasi, shifokor xulosalari, tahlillar, shifoxona ko'chirmalari bo'lishi kerak. Agar bemor o'zi bora olmasa, vakil borishi masalasi yoki uyda ko'rikdan o'tkazish imkoniyati haqida oldindan so'rash kerak. 5-qadam. Hamma narsani yozma tasdiq bilan qiling. Agar sizga kelishingiz shart emas deyishsa, imkon bo'lsa buni rasmiy tarzda aniqlashtiring. Agar chaqiruv berilsa, sanasini yozib qo'ying. Agar hujjat topshirsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxatni saqlang. Bu keyin nizoli vaziyatda sizga yordam beradi. 6-qadam, muddatni o'tkazib yubormang. Agar qayta ko'rik muddati undishmay bo'lsa, indirmay kuni hujjat yig'ishni boshlash juda kech. Kamida 3 kun oldin poliklinikaga borish to'g'ri bo'ladi. Agar bemor uzoq tumanda yashasa, transport muammosi bo'lsa, farzandlari boshqa shaharda bo'lsa, buni ham hisobga olish kerak. Pensiona uchun bir hujjatni olish ham ba'zan katta mehnat bo'ladi. 7-qadam, aldov xabarlardan ehtiyot bo'ling. Telefon orqali komissiyadan o'tmasangiz, ertaga pensiyangiz yopiladi. Pul o'tkazing, hujjatingizni hal qilib beramiz desa, ishonmang. Davlat organlari sizdan telefon orqali karta raqami, SMS kod yoki pul so'ramaydi. Har qanday xabarni rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya bo'limi, poliklinika, mahalla yoki rasmiy portal orqali aniqlashtirish eng to'g'ri yo'l. Agar siz komissiyaga yo'llanma olish uchun murojaat qilayotgan bo'lsangiz, arizada fikr aniq bo'lishi kerak. Masalan, sog'lig'im holati bo'yicha tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasiga yo'llanma berishingizni so'rayman. Menda falon tashxis bo'yicha davolanish hujjatlari, shifokor xulosalari va tekshiruv natijalari mavjud deb yozish mumkin. Agar qayta ko'rik muddati yaqinlashgan bo'lsa, nogironlik guruhim bo'yicha qayta ko'rik muddati yaqinlashgani sababli kerakli tibbiy hujjatlarni rasmiylashtirishda amaliy yordam berishingizni so'rayman deyish maqsadga muvofiq. Agar siz komissiya qaroridan norozi bo'lsangiz, shikoyatda ham aniq yozing. Masalan, komissiya qaroridan noroziman, chunki mening falon sanada olingan MRT natijam, falon shifoxona epikrizi va falon mutaxassis xulosasi to'liq hisobga olinmagan deb hisoblayman. Sog'lig'im kundalik harakatlanish, mehnat qilish va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish imkoniyatimni cheklaydi. Qarorni qayta ko'rib chiqishingizni so'rayman degan mazmunda yozish mumkin. Muhimi, shikoyat his tuyg'u bilan emas, hujjat va dalil bilan kuchli bo'ladi. Men alohida ta'kidlayman. Pensionerlar orasida vahima tarqatadigan gaplar ko'p bo'ladi. Kimdir hammani komissiya haydashadi dedi. Kimdir bormasang pensiyan butunlay kuyadi dedi. Kimdir faqat pul bersan hal bo'ladi dedi. Bunday gaplarga ishonishdan oldin o'z holatingizni tekshiring. Sizning huquqingiz hujjat bilan belgilanadi. Sizning majburiyatingiz ham hujjatda ko'rsatilgan muddat va tartibga bog'liq. Agar siz oddiy yoshga doir pensioner bo'lsangiz, nogironlik guruhi bo'lmasa, qayta ko'rik sanasi bo'lmasa, bu xabar sizni bevosita majbur qilmasligi mumkin. Agar siz nogironlik pensiyasi olayotgan bo'lsangiz yoki nogironlik asosida imtiyozlardan foydalanayotgan bo'lsangiz, unda muddatlarni tekshirish, poliklinikaga murojaat qilish va komissiyaga tayyorlanish zarur. Farq aynan mana shunda. Yana bir narsani unutmang, sog'lig'ingiz yomonlashgan bo'lsa, komissiyadan qochmang. Ba'zi odamlar borib qolsa, guruhimni olib qo'yadi deb o'ylaydi. Lekin agar sizda tibbiy asoslar kuchli bo'lsa, komissiya sizning holatingizni tasdiqlashi yoki hatto og'irroq guruh belgilashi ham mumkin. Muhimi, og'zaki shikoyat emas, tibbiy hujjat kerak. Belim og'riydi deyishning o'zi yetarli emas, shifokor xulosasi. Tekshiruv natijasi va davolanish tarixi bo'lishi kerak. Demak, asosiy xulosa shunday. Barcha oddiy yoshga doir pensionerlar yoppasiga shifokorlik komissiyasidan o'tishga majbur deb tushunish noto'g'ri. Lekin nogironlik pensiyasi oladiganlar, nogironlik guruhi muddati tugayotganlar va nogironlik imtiyozlaridan foydalanayotganlar bu masalaga juda jiddiy qarash kerak. Hujjatlaringizni tekshiring, qayta ko'rik sanasini aniqlang, poliklinikaga vaqtida boring. Tahlil va xulosalarni oldindan tayyorlang. Har bir murojaatni rasmiylashtiring. Men sizdan so'rayman, hozirning o'zida uyda pensioner bo'lsa, uning hujjatlarini bir ko'zdan kechiring. Ayniqsa, nogironlik ma'lumotnomasidagi muddatni tekshiring. Shu video ostida izoh qoldiring.
Sizning hududingizda komissiyadan o'tish bo'yicha qanday talablar aytilyapti? Odamlarga qanday xabarlar kelyapti? Fikringiz boshqalarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam pensiya va imtiyozlar bo'yicha keraksiz muammolardan saqlanadi.